Assalomu alaykum. Bugungi videomizda error correcting code degan narsani ko'rib chiqamiz. Qisqartmasi ACC. ACC yoki boshqacha ham o'qiladi ba'zida. Xo'sh, buni vazifasi nima? Nima asosiy vazifani bajaradi? Degan narsaga savolni javobni qilib ko'ramiz. ACC RAM yoki SSCni o'zi SSC RAM deb birinchi ko'rib chiqaylik. Bu xatoliklarni aniqlab, ularni avtomatik tuzatishga qodir bo'lgan xotira turi. Bu RAM. SSC RAM bo'lsa, bu mana shunaqa vazifani bajaradi. SSCni o'zi bor. SSCni bilsa, bu SSC o'zi Error Connecting Code degani bu masalan endi bizda asosiy kompyuterlarda bo'ladi bu narsa. Kompyuterda operatsion sistemasida bo'ladi. Bu narsa nima vazifani bajaradi? Tizimda qanaqadir kichkina mayda xatoliklar chiqsa, avtomatik mana shu programma, kichkinagina programma uстановка bo'ladi o'zi operatsion sistemani ichida. Shu programmamiz avtomatik xatolarni o'zi to'g'irlamoqchi bo'ladi, to'g'irlaydi. Masalan, foydalanuvchi unga hech qanaqangi tegizmasdan shunaqa vazifani bu bajaradi. Bunaqa xatolar chiqqanda siz даже bilmay qolasiz. Просто kompyuter aslicha sekundga qotib qolishi mumkin va o'zidan-o'zi avtomatik to'g'rilib ketadi-ku. Mana shu paytda mana shu error connecting code degan narsa ishlab ketadi. Mana bu shunaqa savollarga kerak bo'ladi. Agar SSC RAM bo'lsa, xotira RAMda yuzaga keladigan kichik xatoliklarni aniqlab va avtomatik tuzatib ketaveradi. Nima uchun kerak? Kompyuter ishlayotganda xotira ba'zida kichik xatoliklar, bitta error yoki boshqa yuz berishi mumkin. Elektron signal aralashuvi yoki boshqa narsa, kichikgina xatoliklar sistemani o'zida. Bu xatoliklar oddiy RAMda sezilmaydi, lekin SSC RAMda bu aniqlanadi va to'g'rilanadi avtomatik. Shunaqa vazifani beradi. SSC RAM oddiy foydalanuvchilarga kerakmi? Oddiy kompyuterlarda uchun SSC RAM bo'lmaydi. Talab qilinmaydi. То есть unaqa darajada nima edi, o'zi bu SSC RAM отдельный RAM bo'ladida. Bizga oddiy RAMga o'xshamagan bo'lmaydi. Shu hisobiga oddiy kompyuterlar uncha ko'p ishlatavermaydi. Serverlarda yo boshqa katta-katta og'ir ishlaydigan kompyuterlarda SSC RAM ishlatiladi. SSC RAM ishlatiladi shuni hisobiga. SSCni o'zi programmasini o'zi asosiy vazifasi kichik tizimda chiqadigan xatolarni o'zi avtomatik to'g'irlab ketadi. Endi bu kompyuterda judayam orqasida algoritmlar ishlaydi. 1 sekund o'zida necha millionta narsa ishlaydi. O'shanaqa kichik xotiralarni tuzatish uchun, kichik xotiralar bartaraf etilish uchun foydalanuvchini o'zi birma-bir kirib to'g'irlab chiqishiga to'g'ri keladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun SSC Error Connecting Code degan narsa o'zi avtomatik ishga tushib, shunaqa xatolarni tuzatadi. Menimcha tushunarli bo'lgan bo'lsa hammaga rahmat. Salomat bo'ling.